Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli Gullan Rega obunachilari. Boshlagan kunimiz xayrli va mazmunli o'tsin. 23-mart haftaning bozor kuni 2025-yil Xorazm viloyati Gullan tumani mol bozoridamiz. Qo'y qo'zilarni syomka etamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yomg'ir ham yog'ib turibdi. Otesimiz ham chorlamoqda. Assalomu alaykum. Yaxshi. Semiz qo'chqor ekan jonivor. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshirsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qancha aytib turibsiz? 3,5 da turibman. Aha. 200 so'rab turibdi, 33 bo'lsa berajaqman. 33. Ava, semiz yosh bunaki. 50 kilo? İşleriniz yaxshimi oğlum? Shukr. Yaxshimisiz? Yaxshirsizmi o'zingiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Allohga shukr. Ey, mana sog' bo'ling. Adam bana yurgan ekan. Rahmat. Qancha aytibsiz qo'chqorda aka? Assalomu alaykum. 3 million. Qancha so'rayapti bozor? 2,5. To'yliq narsa ekan. Avada yeti bo'lsa semiz berajak ekan. Semiz narsa. Qo'y berguncha so'm ekan. Egalar yo'qmi egalar? Qo'ylarni sutda bir 20-30 lagan bir qator syomka etib beramiz qo'ldan kelgancha. Assalomu alaykum, maşallah. Necha so'm aytyapsiz? Necha so'm aytyapsiz aka? Egasi yo'qmi? Şurada oturup salamasam olmaz yine. Assalomu alaykum, maşallah. Yaxshimisiz? Necha so'm aytyapsiz? 3 milyon, 2,5, 2 milyon 600, şunda 2 milyon 200. Jullarni oldim zo'r etib qo'ygan ekansizmi? Bahaları jullari olib turibdi jonivorni. Hop. Ha? Gullan rek. Gullan rekdim. Assalomu alaykum. Qoldirsizmi? Rek. Ova. Yağmur ham yog'yapti-ku bu. Qo'chqancha so'm? Qo'chqor 2,5 ni men qaytib beraman. E'tibor narsalarga bizlarda to'lqa e'tibor yosh narsalar sifat. Birinchi o'rin sifat bizlarda. Nomer 1 na sifat bo'yicha. Bergini bo'z. Qisir narsa. Qisirmi axir? Qo'zi narsa bir. Qo'zi, semizlar qana jonivor ko'z teggan. 26 qaytamiz. Shundagilar 18. 2 million 600. Yana kelishilgan yeri bor. Kimga shunday sifatli o'ylab olsa xabarlashaverasizlar, kerak bo'lsa. Nomerlarni aytib o'tamiz hozir akamizning. Gullalli akamiz postdan zo'r narsalar olib chiqadi, semiz, yosh verjardi. So'yib berish, dastak xizmati hamma narsasi mavjud. Teraziga o'rab berib ketamiz. Nomerlar 99 167 20 73 telefon nomerlarini xabarlarsangizlar, so'yib berish, dastak xizmatlari bor akalar. Ana, akamiz Gullalli akamiz postdan yilning xizmatidan charchaman xizmatdan. Молодец. Savdolarimiz bo'ldi. Reklama nega? Подпискаga bosib qo'yasizlar. Obuna. Direksiyalarni bosib, obuna bo'lib qo'yasiz. Sog' bo'ling aka. Молодец. Necha so'm aytasiz aka? Assalomu alaykum. 2,5. Eko ham siznikimi? Eko ham birmi bahasi? Orqa 3,5. 2,5, bu yerga 3,5 deydi. 3,5. Ak siznikimi yaşıl? Ak. Necha so'm aytyapsiz ak? Ha? 3,5 million. Üç yarım milyon aytibdi. Belgilar necha so'm ekan? Kallachilar. 3. Bergiding qo'y. Ha? 2 mi? 2. Ajjan. Baholar bilan tanishtiryapmiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, like, obuna bosishni unutmanglar. Egalar, sizlar uchun xizmatda. Syomkamizni yetaveramiz. Qo'ylar tushirgan akalarimiz uchun. Qo'yi, qo'chqori, qo'zilari yo'q ekan. Agar qo'zilari bo'lsa, syomka etib beramiz hozir qo'sh. Ana bola, bo'z. Hammasini baholansa qo'ldan kelgancha. Necha so'm aytibsiz? 4 million.
Bozor qanchaga qo'yaptir bozor? 3,5 millionga qo'yibdi bozor. Parodas boshqachami deyman, ha? Nelardir bazan qo'chqonlar o'xshamaydi bu. Ya tayyorlangan. Zo'r ekan, ko'z tegmasin. Bozor qancha so'rayapti, voy? 3,5 so'rayapti ekan bozor. Savdosi bo'larsan akamizning. Qo'ylarimiz. Necha so'mdan aka bir xato aytib berasizmi? Yaxshimi? Kataklar. 3 millionga deyim bor, ha? 1 million 850 dan. Qo'ylarimiz, yaxshi qo'ylar bu yerda. 3 millionga deyim bor ekan, 1 million 850 dan. Ko'tarib ko'r, xalasa o'lchab ko'rib olaverasizlar. Gullan qo'y bozorindanmiz, birodlar. Qo'ylarimiz gavdasini qarab, tesini qarab o'lchab ko'rib olaverasiz. Kattaroqlari 3 millionga degan, unda kichkinaroqlari 1 million 850 ga deydi. Qo'ylarimiz bularga kelib olaverasizlar. Mana qo'ylarimiz, yosh qo'ylar bari zo'r. Qancha so'mdan bu, bro? 5 million aka. Semiz narsa. Bu 4,5 million. Jullarni olib taxlab qo'ygan akamiz 4,5 million. Bunu 5 milyon. Belgiler ne sırttakiler? Ulan 3 milyondan. 3 milyon so'mdan ekan. Boğaz emas mi? Boğaz yok mu bro? Yo'q, boğazı yo'q. Boğazlar yo'q ekan. 3 milyon so'mdan qo'ylarimiz. Mana. Nima qo'y kerak bo'lsa, Gurlan bozoriga kelaverasizlar, baholarni bir qator tanishtirdik. Har xili jo'tasini qarab, gavdasini qarab deganda olaverasizlar, qo'lishiga qarab aytilaveradi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, like, abona bo'lishni unutmanglar akalar. Endi bu yoqni ho'kizlar tushirib qo'yishimiz, xudo xolasa kanalimizdan uzoqlashmang. Arzimagan mehnatimizga like, abona bo'lishni unutmanglar akalar. Sizlar uchun xizmatdamiz.